Uzun CSS darsiga 17-ci qism CSS tizimlik. CSS tizimli xarakteri tizimlikning oldi qo'shilg'uchi belgisini o'zgartirishga yoki rasm qilib belgilashga ishlatiladi. Uning yana list style type xarakteri tizimlik tipiga aniqlab berildi. List style image xarakteri orqali tizimlik rasmini belgilaymiz. List style position xarakteri orqali tizimlik o'rnini belgilaymiz. List style orqali yuqorqi 3 xarakterni umumlashtirib yozishga bo'ladi. Masalan, misol qaraydigan bo'lsak, bu yerda tizimlikning tipi, undan keyin tizimlik rasmi, bu yerga rasmningki adresi yoki ismi yozilsa bo'ladi. Undan keyin uningki o'rni, ichki qismi, sirtqi qismi degan o'rni. Undan keyin bu list style orqali umumlashtirib yozgan vaqtimizda bu yerga bu tizimlik rasmi, undan keyin rasmlik tipi, rasmlik o'rni, shu 3 qiymatni keyin ma'qulatda yozsaq bo'ldi. Endi misol qaraydigan bo'lsak, masalan, misolda bu o'rin list style position o'rni xarakterga inside va outside degan 2 qiymatni bergan vaqtda buningki inside ni bergan vaqtki bilan outside ni bergan vaqtki meniki o'rnida azroq farq borligini men ko'ra olamiz. Masalan, bu yerdagi asli kodda list style positionga birsiga inside, birsiga outside deb 2 qiymatni berib, qolgan yerlar o'xshash önümünü koygan. Ondan keyin misol qaraydigan bo'lsak, bu list styleniki tipi tipi yerda masalan bu tipi circle bo'lgan vaqtda masalan jumlaq chambar, yoki square, bu 4 jaza chiqqani qoladiki. Ondan keyin upper roman bo'lganda bu room raqami 1 2 3 ma'qulatda. Ondan keyin lower alpha bo'lgan vaqtda bu yerda abc deb ma'qulatda. Ama oldida chiqqan shu belgining hammasi shu list style niki tipiga hukm qilish kod orqali bularga mushkul holatda hukm qilish kod orqali oldiga qo'shilgan. Biz yana buningga list style image orqali oldidagi belgining o'rniga yana bir qism kichik tipdagi rasmlarni oldida ko'ringan qilib belgilay olamiz.